Maharaja seni kutyapti. Ha, ketdik. Yo'q, u yerga emas. Maharaja saroyda yashamaydi. U qayerda? Oilamiz bilan molxonaga ko'chib o'tishga majbur bo'ldik. Eng yaxshi davrlarda bizda minglab sigirlar va buqalar bor edi, minglab. Endi esa faqat bir dona qoldi. Qirollik sigiri. Amaki, unga sut berish vaqti bo'ldi. Xizmatkor. Ha! Ketyapman. Mana opa, ertangi kunga qoldiring. Ertangi kunga? Ha, bu bizga yana bir haftaga yetadi. Kelinglar, bunday qilamiz. Mana, menikini olinglar. Ey xudoyim, ajoyib, endi bizda bir yil yetadigan pasta zaxirasi bor. Maharaja Rakxota qadam ranjida qildilar. Maharajaga shon sharaflar. Maharaja menman. Bu esa meni qo'riqchim. Bu qanday qirollik o'zi? Sigirga sut berishadi, qo'riqchini esa o'zlari qo'riqlashadi.